Demak, ayni damda bizda kitobxonlik va ta'tildan keyin muhokama qilinadigan kitoblar nomi. Birinchi kitobimiz Bola odobi bilan aziz kitobi, ikkinchi kitobimiz Men ikkiga kirguncha asari, uchinchi kitobimiz Sumalak xor samolyot, to'rtinchi kitobimiz Jungli asarlardan iborat. Demak, eslab qolgan odoblardan biri bu ovqatlanish odobi. Ovqat yeyotganda gapirmaslik kiradi. Ovqatni o'tirib yeyish kerak. Mana masalan biz darsda o'tiramiz, darsda o'tirganimizda gaplashsak, boshqalarga xalaqit qilsak, bu ham ustoziga hurmatsizlik va hamda birov boshqa bolalarni haqqiga xiyonat bo'ladi. Vaqt to'g'risi deb atasa ham bo'ladi. Agar ota-onamiz bo'lsa, ulardan yo yonlarida yurishimiz kerak, yo ikki qadam orqada yurishimiz kerak. Dars bola kechiktiradi, bet-qo'llarini chala yuvadi. Vatan tarbiya umuman qilmaydi, kitob qo'liga ishlamaydi, yo'ldan chiqqan odamga salom bermaydi va avtobusda ham joy bermaydi katta odamlarga. Asablari ketadi. Biz uchun ular hamma narsaga tayyor. Ota-onamizni hurmat qilishimiz kerak. Yotishdan avval yaxshi dam oling, ulardan ishdan kelganlarida charchamadingizmi deb ulardan hol-ahvol so'rab qo'yishimiz kerak. Ularga yaxshi ko'rishimizni aytishimiz kerak.